Akalar yangi Damas olmoqchisizlar, lekin Damasdan ko'ra ko'proq odam oladigan va komfortga ega bo'lgan mashina ko'rsatmoqchimiz. Bugun Sardor bilan assalomu alaykum Sardor, qanaqasiz? Charchamasdan. Damasning puli bor, lekin undan ko'ra komfortliroq, konditsioneri bo'lishi kerak, nimadir udobstvolari bo'lishi kerak. Shunaqa mashina haqida bitta videorolik tayyorlashimiz kerak. Bo'ldi. Nimalar bilan maqtana olamiz? Xo'p, endi biza o'zi aytganda Damasdan yaxshiroq komfortini oldik. Endi biz Damasni yomonlamaymiz. Damasning ham o'zini o'rni nimasi bor. Damas ham juda ham yaxshi. Endi ko'pchilik o'sha komfortliroq, kengroq, yana hamda qulayroq mashina xohlaganlar uchun biz hozir yana taklif beramiz. Ya'ni biz faqat taklif bizdan, tanlov xalqdan har doimgidek. Taklif qilamiz, ma'qul bo'lsa, kelib, ko'rib, minib, haydab, test drayvini qilib, yoqtirsanglar, xudo xolasa, chiroyli qilib berishadi. Hozir bu mashinalar odatda D kategoriya bilan, ya'ni avtobus haydaydiganlar haydashi mumkin-da. Endi hozir siz aytishingiz bo'yicha Damas o'nlik olib ketadi. B bilan qanday qilib haydash mumkin? Uni ham yo'lini qilganmiz, o'ylab qo'yganmiz. Ana to'ppa-to'g'ri aytganingizdek, mana shu mashinalar deyli, hammasi D kategoriya bilan yuradigan mashinalar. D kategoriya talab qilinadi. Lekin aynan Shinray M7, aynan ko'rib turgan modelingizni 9 kishilik qilib ham, ya'ni B kategoriya o'tadigan qilib ham minsa bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, salonlarni ko'rishingiz mumkin. Polniy koja salon. 9 talik mikroavtobus hisoblanadi mana shu. Bemalol B kategoriya bilan yursangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana 3, 4, 5, 6, 7, 8 haydovchi bilan 9. Hamma narsasi bor. Elektrosvetofor rul, konditsioner, sensor monitor, orqalarida kameralari, parktroniklari. Ikki tarafdan ham bemalol chiqib tushsangiz bo'ladi. Bu narigi tomoni ham ochiladi, xuddi Damas singari. Kamera, parktronik. Menimcha Damaslarda zavodskoy bo'lmasa kerak, parktronik kamera. Damasda zavodskoy kamera chiqmaydi, parktronik chiqmaydi, konditsioner chiqmaydi. Aytganimizda shunaqa chiroyli, keng, eng asosiysi mana bu misol mikroavtobus olingandan keyin yo'lovchilar asosan o'zini keng komfortdan his qilish kerak. Aynan mana shu avtomobillarda o'zini komfortga his qiladi. O'tirib ko'rsataman. Mana. Bu endi oxirigacha yotqizilgan mana bu siznasi ko'rib turibsiz. Bemalol mana bu yerda 2 kishi ketadi. Hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Maza qilib, yumshoq eng asosiysi. Sifatli charm o'rindiqlar ishlatilgan. Uzoq yo'lda ham, misol uzoqroq safarlarga chiqishganda ham qiyinchilik tug'dirmaydigan avtomobillar hisoblanadi bu. Ikki tarafdan ham ochiladi, o'zining tormozlari bor, deflektorlari bu yerda alohida. Orqalarida ham hattoki konditsioner, pechka uchun alohida deflektor qo'yilgan. Deflektorlar bor. Orqada mana 3-qator uchun deflektorlar ham bor. Sovuq, issiqni his qilishingiz mumkin bemalol. Mana bu shofyor yonidagi o'rindiq. Как inomarkalarda qanaqa o'rindiqlar quchoqlab, shunaqa o'rindiq. Komfortni yo'lovchi maza qilib ketish uchun monitor bor, orqada o'sha orqani ko'rish uchun, kamera ishlash uchun 5 bosqichli mexanika korobka. Mexanika. Endi buni motori qanaqa motor? Motori 1.5 Dons motori. 1.5 ta kuchi bor. 115 ta. 115 ta. Wow! Damasnikidan 3 barobar ko'p ekanda. Shunaqa. Ancha baquvvat. Ballonlari ham anchagina katta. Shunaqa. Aynan bizning O'zbekiston sharoitida, O'zbekiston yo'llariga moslashgan holatda chiqarilgan bular. Bu zavod litiy diskada chiqadi, shunaqa. Xuddi shunaqa. Ya'ni o'sha xalq tilida sakka diska. Motorini ko'rmabmiz salonda ochganda. Oldida bo'ladi buni motori. Ha, shofyor o'rindig'ining tagida emas. Yo'q, oldida hisoblanadi. O'rtoqlar, shofyor o'rindig'ining tagida bo'lmaydi. Hozir motorni ham ko'rsatamiz. Oldida bo'ladi mana motori. Ya'ni bu orqa boshlovchi xuddi Damas kabi mosi bor. Va konditsioner trubkalari turibdi. Akkumulyatori, ABS. Bu yerda ABS tormozi mana miyasi o'sha pastda joylashgan. Zo'r. ABS bo'lsa, konditsioneri bo'lsa, rullari elektrousilitel. Rullari elektrousilitelda B bilan olib ketaveradi. B kategoriya bilan, lyubitel bilan haydashingiz mumkin. Endi xo'p, Damasning puliga buni olib ketaveramizmi endi shunaqa rostdan ham? Bo'ladi. Hattoki undan ham arzonroq pulga chiqarib beramiz. 6,5 ming bilan kelsa, shunday olib ketadi. 2 yildan 5 yilgacha oyma-oy to'lov chiqarib beramiz. Tan narxi mana yozilibdi. Tan narxi 18 ming. 18 ming dollar tan narxi. Siz Damasning pulini olib kelsangiz, qolganini qanchada beradi endi?
2 yildan 5 yilgacha. 2 yildan 5 yilgacha u avtokredit. Avtokredit. Mabodo o'zini pulini bo'lib to'lashga degan variantlari Yo'q, bormi? hozircha yo'q. Bularda yo'q. Hozircha naqd перечисление yoki avtokreditga qilib beramiz. Bo'ldi, tushunarli o'rtoqlar. Endi buni kafolati qanaqa bo'ladi, ehtiyot qismi nima bo'ladi va rasxodi qanaqa bo'ladi? Metanligi bormi buni, benzinligi bormi? Xo'p, bu o'zi asli zavoddan benzinli bo'lib chiqadi, gazli bo'lmaydi, lekin biz gaz uстановка qilib bera olamiz, garantiyalari ichida. Garantiyasi kuyib ketmagan holatda. Kuyib ketmagan holatda biz gaz uстановка qilamiz. Ya'ni bizning o'sha hamkorlikda ishlaydigan servislarimiz bor, gaz servis. Hop. Shu yerdan uстановка qilinadigan bo'lsa, garantiyasi kuymaydi. O'zi zavod tomonidan 2 yil yoki 40 ming kilometr probeg masofa garantiya berilgan, qaysi biri birinchi kelsa. Endi benzinda haydayman degan akalar uchun benzinda rasxodi qanaqa? Rasxod agar odamsiz hisoblanadigan bo'lsa, yuksiz vaznda hisoblanadigan bo'lsa 7-8 litr. Hop. Polniy salon odam bilan hisoblaydigan bo'lsak 11 litrgacha rasxod qiladi. 11 litrgacha rasxod qilish mumkin. U shahar ichidami yo shahar ichida? Shahar ichida. Trassada ancha kamayadi. Kamayadi. Bo'ldi, tushunarli. O'rtoqlar, xohlasanglar manaqa boshqacha rangi bor ekan. Shunaqa, bu juda ham chiroyli, mokra asfalt deyiladi. Mokra asfalt ham bir ajoyib ekan, boshqacha ekan. Xohlasanglar oppog'idan hamma sevadigan, hamma yaxshi ko'radigan oqidan ham bor. Bu endi haligida aytganimdek D kategoriya bilan yursa bo'ladigan mikroavtobus. Bu endi yana hamda sizlarga misoli, avtobus, mikroavtobus kak. Ikkita qo'shimcha o'rindig'i bor, mana ikkita. 11 kishilik hisoblanadi bu. 11 kishilik. Bu ham xuddi shunaqa, koja salon. Polniy koja salon. O'zi o'rindiq. Perforatsiyali. Zo'r. Komfortni eng asosiysi. O'sha ikkita o'rindiqda farqi bor. Qolganda hamma yog'i bir xil, motorlari, komfortlari, narxida qanaqa o'zgarish bo'ladi? Narxini ham bir xil qilib qo'yganmiz. Narxi bir. Narxini ham gap yo'q. Endi hozir ko'ryapman, sal bundan ko'ra kattarog'i ham bor ekan. Bundan ko'ra kattarog'i endi bu 16 kishilik Jaylon brendiga tegishli mikroavtobusimiz. Bunga ham D kategoriya kerak bo'ladi. Endi bu anchagina keng, anchagina katta, bularga nisbatan motori ham anchagina katta bo'ladi. Bular 1.5 bo'lsa, bu 2.2lik. 2.2. 2.2, 139 soat kuchi bor. Bu 139 soat kuchi. Kak avtobusda minilashtirgan. Mini. Qaranglar, turishi ham avtobus. Ozgina minirog'ida bu. Eshiklar ham katta ekan. Xo'p. Keng. Mana o'rindiqlari ham juda ham sifatli. Koja emas u, lekin sifatli material. Endi to'g'risini aytganda bu mikroavtobuslar uchun, imенно bular uchun ko'proq bu mashina liniyalar uchun ko'proq tashkil qilinadi. Endi issiqda ko'jajicha noqulaylik tug'dirishi mumkin. Materialli bo'lgani bir tomondan yaxshi ham deb o'ylayman. Kimga qanaqa? Shuncha mana shu 16 kishilik avtobus mana shu olib chiqqan materialli bo'lib. Materialni Keng, buni ayniqsa o'sha turizmga yaxshi, bog'chalarga, shunaqa xizmatlarga, xususiy maktablarga, xususiy bog'chalarga, turist firmalari yoki bo'lmasa borlarga olib ketadi. Ichki turizm uchun ham yaxshi. Ichki turizm uchun ham yaxshi. Oldini ham misol kengda, oldini o'ziga 2 kishi ketadi mana. 3 kishi haydovchi bilan tashqari, mana shofyordan tashqari 2 kishi bemalol ketaveradi. Monitorlari ham konditsionerlari bor, bunda ham o'sha monitorlari sensorli bo'ladi, orqa kamera, parktronik, ABS tormoz tizimi bor. Aralash siklda bu 12 litrdan 15 litrgacha rasxod qilyapti. Shahar sharoitida. Endi gavdasiga yarasha, qiladigan ishiga yarasha benzin rasxodi bo'ladi. Xuddi shunaqa. Xo'p, buni ham garantiyasi bormi? Bor. 2 yil yoki 40 ming kilometr. 2 yil yoki 40 ming kilometr garantiya bor va bunga ham metan qo'ysa bo'ladi baribir. Bo'ladi. Metan ham, propan ham to'g'ri keladi. Metan, propan qo'yish mumkin. Endi narx masalasi bizni qiziqtiradi ko'proq. Narxi 25500 deb belgilaganmiz. Biz asli 27000, 6000 chiqish kerak edi. Eng minimal narxda xalqimizga chiroyli bo'lish maqsadida 25500 dan belgilab qo'yganmiz. Nalicha sotuvda bor. O'zi hamcha 4 ta 5 ta qolgan bundan. Kattaroq partiya keldi, kam qoldi soni. Bo'ldi, tushunarli. O'rtoqlar, ko'proq odam tashiyman deganlar, ya'ni D kategoriyada mikroavtobus haydayman degan akalarimiz uchun mana marhamat, yangi nalichada turibdi va shot spravkada nomiyaga chiqadi. Bular ham shot spravkada nomiyaga chiqadi. Xohlasangiz mana 9 kishilik xohlasangiz, 11 kishilik xohlasangiz, 16 kishilik har xilidan bo'ldi. Zo'r. Siz xohlagan variantda
topishinglar mumkin. Endi bularda bunaqa yuk mashinalar ham bor, bilasizlar, kelaverasizlar. Manzilni eslatib o'tib ketamiz. Sergeli mashina bozorining orqa darvozasini yonginasida joylashgan Shinrey avtosaloni. Yo'lni bo'yida betonkani yo'l bu yog'i ipodromga ketish, bu yog'i Qo'yliqqa ketish. Ipodrom Qo'yliq betonkasini bo'yida joylashgan. Topish qiyin emas. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, sizlarga lokatsiyani ham tashlab berishadi. Qiynalmasdan topib kelaverasizlar. O'rtoqlar, mikroavtobusga qiziqqan akalarimiz uchun yaxshi ma'lumotlar bera oldik deb o'ylayman. Videoni shu yerda yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmanglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishdan esdan chiqmasin. Agar qandaqadir ma'lumotlarni bermay ketgan bo'lsak, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, call centerdan ma'lumot olishingiz ham mumkin. Sardorga kattakon rahmat, qimmatbaho vaqt ayamaganingizga. Charchamang, salomat bo'ling.